Molda narxi 34 ga chiqdi buni. Savdo qizg'in. Molda egasi ona. Mo'min Mirzo. Mo'min Mirzo, qarab oling. Molda egasi mana. Bug'da savdo bo'lyapti buni. Molda stoykalari ham, ko'chati ham haqiqatda zo'r ekanda aka. Qaytini qani? Qaysi metan novat bilan birga yuribdi. Ha, olgan. Molda narxi 34 ga chiqdi, hali baraka bo'lgani yo'q. Buni WhatsApp nomerni yozib olyapti buni. Talashib ketdi, molga talash bo'lib ketdi. Savdo qilib turgan joyda narigi odam kelib savdo qilib yubordi. O'ttiz to'rt yarim bo'ldi. Qirq deyapti. 40 deyapti egasi, 40. Var gapir. Eğer babada 500 bin koysa bunu çıkıp oramıyor.